إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barlık hamdü sanalar alemlerinin perverdigarı Allah'a hastır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarga, sahabelerge ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barlık mümin Müslüman qarindaşlarımızga Allah'ın salamı ve bereketi bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz mümin Müslüman qarindaşlar, bugünkü dersimiz 27. çoğun günah bulup bacsilik algıçlarının kılmışları hakkında toxtalib ötemiz. Bacsilik algıçlar zalimlarının en çoğun yardımcılarıdır. Belki onların del özüdür. Çünkü onlar bac tüleşke layık olmagan insanlardan bacsilikni aladı ve bunu berişke layık olmagan insanlarga berdi. Şunun için hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytdiken ki bacsilik algıcı cennetke kirmeydi dedi. Bunun sebebi şundan ibaret ki çünkü o bendilerinin haklarını nahak özünün üstüge yüklü oladı. Bendilerinin haklarını özünün üstüge yüklü oladı. Şunun için hem bu insanlar kıyamet günü de ani şu zulüm kılgan insanlarga ularının haklarını kandak mı öteyalısın? Ularının haklarını öteş için o günde altın tıllalar, kömüşler ve baylıklar eskatmaydı. O günde fakat yaxşılık ve yamanlık, savap ve günahtan ibaret bolgan mana şu narsa insanların arasında hüküm kılınıdı. Şunun için eğer o insanın yaxşılığı boladigan bolsa, zulümge uçurgan insanga o insanın yaxşılığından alıp berilidi. Bu xuddi Peygamber aleyhisselamның bir günü sahabelerge, ey sahabelerim, muflis yani munqarz bolgıcı kim bilemsiler deb soradı. Sahabeler ya Resulullah bilimiz dedi. Muflis yani munqarz bolgıcı kişi hiç kandak pul malı ve mal dünyası yok insan bizde muflis deb atılıdı dedi. Şimdi Peygamber aleyhisselam aytdiken ki mening ümmetimden bolgan muflis şuki dedi. Yani o kıyamet günü de namazı bilen, kılgan namazı bilen, rozası bilen, hac ibadeti bilen ve hayatı dünyada bergen zakti bilen mana şu taat ibadetlerinin savabı bilen keledi. Ama hayatı dünyada bu insanın tillağanlığı, mana bu insanın urğanlığı, mana bu insanın mal mülkige tecavüz kılganlığı için o insanın ana şu savaplardan bu insanlarga bölüp berildi. Qanchalik zulüm kılgan bolsa, zulüm kılgan miqdori da ana şu insanın eğer savabı boladigan bolsa, savabıdan elip mana bu zulüm kılgan insanlarga berildi dedi. Eğer bu jarayonda o insanın ki savapları tügep ketdi. Qilgan savaplarının haqqı zulümge uçurgan insanlarga ulaştırıp berildi. Şunun bilen o insanda hiç qandaq savap kalmadı. O halda nima bo'ladi? Mana bu zulümge uçurgan insanların günahlarını alıp
u insonga yuklanadi. Shuning bilan u inson gunohi ko'p bo'lganligi tufayli jahannamga tashlanadi. Mana buni muflis deb aytdi payg'ambar alayhisalom. Allah sizu bizlarni aziz qarindoshlar mana bundaq muflislardan bo'lib qolishdan Allohning o'zi asrasin aziz qarindoshlar. Alloh taolo mana bu baj alg'uchi insonni Qur'oni Karimda sifatlab mundaq dedi. Shura surasining 42-oyatida mundaq deydi. Astaizu billah innamas sabilu alallazina yadhlimuna an-nasa va yabghuna fil ardi bighayril haqq ulaika lahum azabun alim dedi. Ayıplanadigan insonlarga zulm qiladigan insonlardir dedi. Qiyomat kuni ayıpdor deb topiladigan, gunohkor deb topiladigan insonlar kimlar deganda, hayoti dunyoda insonlarga zulm qiladigan insonlardir. Shuning bilan birgalikda va yabghuna fil ardi bighayril haqq, ya'ni yer yuzida nahaq fitna fasod tarqatadigan insonlardir dedi. Yer yuzini nahaq fitna fasod tarqatadigan insonlardir. Ya'ni fitna fasod tarqatish orqali insonlarni bir-biri bilan urush qilib qo'yadi, qonlarning to'kilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu fitna fasod bakmi yomon, bakmi cho'ng gunohlardan aziz qarindoshlar. Biz haqiqiy mu'min musulmon bo'ladi ekanmiz, insonlarning orasini o'nglashga, insonlarning orasini tuzatishga, insonlarni yarashtirishga harakat qilmag'imiz lozim. Hech qachon insonlarning orasiga fitna fasod taqtadigan, adovat taqtadigan insonlardan bo'lmasligimiz lozim aziz qarindoshlar. Shuning bilan oyatning oxirida aytadi ekanki, ulaika lahum azabun alim. Mana shundaq yer yuzida fitna fasod taqtadigan insonlarga ularga bakmi cho'ng, bakmi qattiq azob bordir deydi Alloh taolo. Hayoti dunyoda fitna fasod taqtadigan insonlarga bakmi cho'ng, bakmi qattiq azob bordir deydi. Agar ular hayoti dunyoda mana shu qilgan gunohlarga tavba tazarruq qilib, istig'for aytib, haqiqiy chin tavba qilib o'lib ketadigan bo'lsa, o insonning gunohini Alloh taolo afu qilishi, mag'firat qilishi mumkin. Aks holda mana shu buzuqchiliklarni taqitib, yer yuzida insonlarga zulm qilish orqali o'tib ketadigan bo'lsa, u inson uchun bakmi qattiq, bakmi alamlik azob bordir dedi. Kunlarning birida payg'ambar alayhisolamning huzuriga bir ayol keldi. Ya Rasululloh, men zina qildim dedi. Men bu zinaning jazosini hayoti dunyoda olmoqchiman, tortmoqchiman dedi. Aradan payg'ambar alayhisalom bu ayolningki homilador ekanligini bilgandan keyin u ayolga aytdi ekanki, sen bu balangni tug'ib kelgin dedi. Balasini tuqqandan keyin u ayol payg'ambar alayhisalomning huzuriga yana keldi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, sen bu balang o'zi tamoqini yalaydigan bo'lib kelgan bo'lganda mening huzurimga kelgin dedi. Shuning bilan balasi tamoqni yalaydigan bo'lganda payg'ambar alayhisalomning huzuriga kelgan edi. Payg'ambar alayhisalom bu ayolni toshbo'ron qilishga buyurdi. Chunki bu ayol qilgan gunohining jazosini hayoti dunyoning o'zida olishni xohladi. Oxiratga qo'yib qo'yishni istamadi. Va bu ayol Alloh taologa chin dilidan, haqiqiy yuragi bilan haqiqiy tavba qildi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom bu ayolning misolida aytdi ekanki, laqad taba tawbatan law tabaha sahibul maks la ghafara lahu dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, mana bu ayol haqiqiy chin yurakdan tavba qildi dedi. Agar bojgi, ya'ni bojsizlikni oladigan inson mana shu ayoldek tavba qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uning gunohini afu qilishi va uning tavbasini qabul qilishi mumkin dedi. Bu bakmi ig'ir jazo. Bu bakmi cho'ng gunohlardan biri aziz qarindoshlar. Biz har qanday holatda boshqa bir insonga nohaq zulm qilmasligimiz lozim. Agar qilib solgan taqdirda biz mana shu insonning huzuriga borib,
qarindishim, birodarim, men sana shundoq tuhmatlarni qildiman, shundoq sening haqqingda g'iybat shikoyatlarni qildiman, seni nohaq ayblabdiman, meni afv qilgin, xohlasang meni ham ana shu tuhmatlar bilan meni nima qilgin, ammo meni afv qilgin. Menga nima qilsang men roziman deb ana shu insondan hayoti dunyoda rozilikni elib ketishga u inson majbur. Agar u haqiqiy Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, agar Allohdan qo'rqmaydigan bo'lsa, uning jazosini albatta oxiratda tortadi. Agar Alloh afu qilsa, uni afu qilishi mumkin. Aks holda albatta u Allohning azobiga yo'liqadi aziz qarindoshlar. Bu bojgiylar qaroqchilarga o'xshab ketadi bularning ishlari. Va o'g'rilarninkiga o'xshab ketadi. Mana bu bojsilik olg'uchi va bu bojsilikni yozg'uchi va buningga guvoh bo'ladigan insonlar, mayli u askar bo'lsin, mayli u yaxshi bir solih inson bo'lsin, mayli u bir yanning boshlig'i bo'lsin, nima bo'lishdan qat'iy nazar ularning hammasi gunohga sherikdir. Va ular harom yegan bo'ladi. Ular harom loqma yegan bo'ladi insonlarga zulm qilish orqali. Payg'ambar alayhisolamning sahih hadislaridan birida mundaq deydi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yadkhulul jannata lahmun nabata min as-suht deydi. Haramdan unib chiqqan go'sht jannatga kirmaydi deydi. U inson haram narsalar bilan o'zining badanini ta'minlaydigan bo'lsa, haram narsalar bilan o'zining gelidan tomoqlarni, yemeklarni kirgizadigan bo'lsa, haramdan ichini ta'minlaydigan bo'lsa, bu haramdan nima qilgan jasad, ruh jannatga kirmaydi deydi. Va oxirida aytadi ekanki, hadisning oxirida an-naru awla bihi, do'zax u inson uchun bakmi loyiqdir deydi. Chunki jannat pok va pokiza insonlarning yurtidir. Uningga haramdan yetishtirilgan, haramdan loqma kirgan inson jannatga loyiq emasdir aziz qarindoshlar. Shuning uchun yeginimizga, ichkinimizga bakmi diqqat qilishimiz va boshqalarga zulm qilmasligimiz lozim. Vahidi rahimahulloh taala Alloh taolaning qul la yastawil khabisu vat tayyib, yani Maida surasining 100-oyatining tafsirida mana bundaq bir hadisni bayon qildi. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan. Bir kishi payg'ambar alayhisolamning huzuriga kelib, "Ya Rasululloh" dedi. "Men haroq sotaman. Mana bu haroqdan men bakmi ko'p pul topdim. Ammo endi men mana shu boyliklarimning hammasini Alloh taolaning yo'lida sarflasam, bu qilmishim uchun Alloh taolo menga savob beramdi" deb so'radi. Shunda payg'ambar alayhisolam aytdi ekanki, agar bu topgan boyliklaringni haj uchun, jihad uchun va boshqalarga qilingan nafaqa, sadaqa uchun sarflasang ham, Allohning nazarida bu qilgan qilmishing pashining qanitichilik ham savobga, ya'ni chuvunning qanitichilik ham savobga ega bo'la olmaysan dedi. Sababi nima? Nima uchun? Chunki innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Yani Alloh taolo pokdir, pokizdir. Faqat va faqat pokiz va pok narsalarni qabul qiladi. Dinimiz mana buning ustiga qurilgan aziz qarindoshlar. Napok, harom narsalarning ustiga qurilmagan. Dinimiz pok va pokiz narsalarning ustiga qurilgan. Shuning uchun mana bu so'zni payg'ambar alayhisalom aytdi. Shunda Alloh taolo payg'ambar alayhisalomning mana bu so'zini tasdiqlab, tavandagi oyatni nozil qildi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabisu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabis dedi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, halol narsa bilan harom narsa hech qachon barobar bo'lmaydi. Vaholanki harom narsalarning ko'pligi sizni ajablantirgan taqdirda ham deydi. Ba'zi insonlar aytishi mumkin, halol yo'l bilan pul topishning imkoni yo'q, hamma atrofimizni harom o'rab olgan. Buningdan biz voz kecholmaymiz. Qanday qilamiz? Boshqa yo'l yo'q deb. Agar siz haqiqatan ham jannatga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, harom yo'l, halol yo'l bilan pul topishning ham, rizq topishning yo'llari burun ham bor edi. Odam alayhissalomning zamonasidan tortib payg'ambar alayhissalomning zamonasida ham bor, hozir ham bor edi. Ta qiyomat qoyim bo'lguncha halol yo'l bilan rizq topadigan ish davom qiladi aziz qarindoshlar. Bu yo'llar hargizmi taqilib qolmaydi. Ammo bu pul tepish sizni bizning vijdonimizga havoladir. Agar siz tong sahar uydan chiqib, ey Robbim, haromdan topgan narsani sen qabul qilmaysan, haromdan topib men sening azobingga chiday olmayman. Shuning uchun Robbim menga oz bo'lsa ham haloldan rizq bergin deb yo'lga chiqadigan bo'lsak, albatta Alloh taolo bu narsalarga yetkazadi. Sahobalarning ayollari, erlari ko'chaga chiqib ketayotganda aytar edi: "Ey falonchi, bizni faqat va faqat halol rizq bilan boqqin. Harom rizq bizga yedirmagin" deb duo qilib erini ko'chaga chiqardi. Shu tufayli ana shu sahobalar ana shunday buyuk, yuksak, ulug' maqomlarga erishdi aziz qarindoshlar. Biz ham niyatimiz durust bo'lsa, Allohga bo'lgan ishonchimiz komil bo'ladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo sizni bizlarning rizqimizni ham halol yo'ldan yetkazadi aziz qarindoshlar. Bizningki o azto'la aqlimiz bor aziz qarindoshlar. Aqlli insonlardan, mahluqotlarning ichida eng mukarram inson, mahluqotlarning ichida eng mukarram qilib sizni bizlarni inson qilib yaratib qo'ydi. Uning sirtida sizni bizlarni oxir zamon payg'ambari bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib yaratib qo'ydi. Buning o'zi sizni bizning katta baxtimizdir, katta utqimizdir aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin. Boshqalarga zulm qiladigan insonlardan qilmasin. Boshqalarga faqat va faqat yaxshilik qiladigan, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan solih, muttaqi insonlardan qilsin. Alloh hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr, aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: